asosiy siz bezovta qilayotgan narsa hozir bo'yin. Bo'yindagi. Bo'yindagi bezovta qilib, qo'lingiz bilan oyog'ingizni qo'ying. Keyin olasiz bir marta. Effekt bo'lmadimi? Dash bo'lmaydi. Undan keyin ham dash bo'lmaydi. Buni tushunib keldimda. Hozir mana shuncha vaqtdan beri nima deydi? Doktorlar yomonlashmas. Hammasi nafs omadi bormagan. Endi tabibiy boshqa. O'zi endi mana bu holatga kelib o'sha nima deydi? Hech nimaga yaramaydigan holatga kelgandan shunchalik bo'yicha basseynga bormaganmisiz dedi. Endi hozir kelib men davolanaman desam, o'sha oyoq qo'llar atkas qilyapti, nima quvvat yo'q, operatsiya qilmasa iloji yo'q. Endi bu nimaga yo'q? Endi o'zim ham deb hisob qilib davolanishdan to'liq qolmadim. Mana shu holatingizdan ko'ra xudo xolasa, Xudo o'zingiz yorug' qilsa, 40, 50, 60%, ba'zi kasallarimiz 80%gacha avvalgi holatga qaytadi. Lekin statistika bo'yicha 40-50% holatda yana avvalgi holatingizga sekin xastalik bilan qaytasiz. Operatsiyadan keyin sразу emas. Sabab bu yerda grija chiqqanda orqa miyani ezyapti, mana bu yerda neuropatiya ketayotgan qachon. Ya'ni bu yerdagi orqa miyadagi nervlarni, orqa miyaning nervlarini O'shuni hisobiga bu yerda qon o'tkazish, qon aylanishlari, nerv o'tkazish. Endi bu narsa operatsiyadan keyin sразу tiklanib qolmaydi. Biz qiladigan ishimiz aynan ana shu ezayotgan nervni olib tashlash va nervni harakat qilish uchun, o'tkazuvchanligini yaxshilash uchun yo'lini ochib berish. Nervni tiklab qo'yish yagona Allohning ishi. Umurtqa jarohatini e'tiborsiz qoldirmang. Sizda ham shunday muammo bo'lsa, Jalolov Jahongir qabuliga yoziling. Bu yerda har bir bemorga e'tibor, zamonaviy tibbiyot va tajribali mutaxassislar jamoasi bir maqsad sari xizmat qiladi: sog'lig'ingizni asrash.